Birinchi kalir. To'g'ri topgan bo'lsam diqqat bilan eshitamiz jim. Mustafa degan ism bormi? Men degan. Men degan. Bo'ldi, hop, to'g'ri topdimmi? Mustafa degan ism bor ekan bo'ldi. Qarshi chop qo'yamiz ketdi. Qanday aytadi? Boshqamizga bo'ldi, qo'rqinchli ekan bu. Low battery. Please charge. Muzikani qo'yma, boshqasini qo'y. Dilyora. Qaysi tomon? Bu. Qarshi chopamiz. Qashol qasya cholaman seni. Davom etamiz. Buni boshqa muzika qo'yib aka. Konvertga bor o'sha yerda konvert deb qo'ygan. Ha? Nima bo'lyapti? Seriklama. Ha. Ko'rasan? Nima bu? Hop. Rohilaxon. Biznes qarorlashyapti. Ha? Qimlatganimiz uchun shekilli. Qani kim bu yoqda? Qaysi tomonda? Yupli. To'g'rimi aka? Xo'p. Sal qo'l ko'tarib qo'yasizlar nimaga? Sababi yozuvlar ozgina sal noto'g'ri yozilib qolyapti. Shuning uchun azam bo'yalib ham ketib qopti. Shunga o'ylanib qolyapman. Rohilaxon degan ism ekan. To'g'ri bo'lsa bitta qarshi javob bersizlar. Konvert degan muzika. Bu pasaytib ingliz maktabida o'qigansana, tushunmaysan u yozuvlar. Davom etamiz. Alloh shukr. Shu. Pasroq qo'ying. Sal ko'tar. Bo'ladi. Bo'ladi mana shu.